Hoş hürmetli yurtdaşlar. Hem de icazat kılsanglar bayatın ko'rib o'tdinglar. Bayatın Asqar Raqib o'ziniki eng yaqin do'sti, eng yaqin xizmatdoshi Aygul xonim bilan Begimda bulbul degan naqshni o'qigan. Agar bir ijozat qilsanglar, ana shu Aygul xonimning yana bugungi kechaligiga Asqar Raqib apandining kechaligiga atab so'qmoqchiman. Xalq naqshlaridan muborak. Shuning bir ijozat bersanglar, saklimizga Aygul xonimni taklif qilib olsak, bizga bir xalq naqshi o'qigan bo'lsa. Marhamat.